hozir oyimga prank qilamiz og'a. O'rtoqlar, men kecha bilib qoldim, meni oyim dedimda boqib olgan ekanlar. Dedimni bolasi ekanman, 1 yoshligimda boqib olgan ekan. O'g'e, qattan bilding? Dedimdan boqib olganimizni. Kim aytdi senga? Xolang aytdimi? Men xolangga aytdim, esmaydim. Katta yigit bo'lganda o'zim tushuntirib aytaman dedim. Oy, rostdan men dedimni boqib olganimiz prank qilmoqchi edim sizga. Dedimdan boqib olganman rostdan san. Nima, bilmasmiding? Xolang aytdi deb o'ylamman. Hozir xolangga telefon qilaman. Hazillashyapsizmi? Men hazillashaman bilan nima? Ko'chada qolganman hazillashib. Sen otang o'lgan isming yodgor deb aytgansiz-ku menga. Ha, endi yetim bo'lganingdan keyin yodgor qo'yganman-da, bolam.